Qaymoq aka, hammasi. O'yilib ko'rgan. Hammasi shunga. Erinmasdan bu boshqani bo'shatib ko'rsatamiz, hamma yo'g'ini. Endi 6 talik yoki 7 talik paqillar. 7 talik paqil, yo 6 ta yo 7 ta. 7 talik paqillar sog'ilyapti. Chiqqan sut ko'rsatyapti hozirgi paytda. Qarang, qo'yilgan jonavor aka. Shu to'lsa hisob ekanda. Ha. Shunaqa bo'chkani buni ham bo'shatdik idishda. Shunga to'kamiz. Hammasini shunga bo'shatib erinmasdan to'kib beramiz. Chunki Zo'r. 10 tadan ko'p berganligi aniq-u, endi oz-mozga adashishimiz mumkin. Jonivor. Nim bo'lgan. Bu endi ozgina yangi bolasi 3 kun 4 kunlik bo'lgan. Ko'pigi bilan bu ham ozgina qoldi. Bismillahirrohmanirrohim deb xudo xolasa o'zi o'rtacha-yu, lekin ro'zg'or bu sut ko'pidan deganlarga suti boki kattasidan jonivordi. Haqiqiy bok desa arziydigan boki bor ekan. Ikkinchi sigirimiz Eston yoki Shved deganlarga ikkalasiga ham to'g'ri keladigan gibrididan. Sveti Estonga ham tortadi. Chachishgan. Janavorni qarang aka, bir 2 oycha turdi o'zimda aka. Daholasi uchun sigirimiz Ola paroda ishqibozlarga olani o'ta ham polvonidan boki bor desa bor deydiganidan jonivor. Haqiqiy toza rossiyskisidan. Ko'rindi mana. O'n qarang bor. Ana. Bor qarang. Endi tomosha qilsa arziydi bu molda aka. Mana Bor qarang jonivorni. 41 million kamini kelishlar-da. Kamini kelishtirib beramiz aka. Boki lekin Nima deyapti? Rasmga tushsa ham bo'laveradigan oling. boki zo'r ekan-a jonivor. Xolos to'rin sigirimiz Shved ishqibozlarga men toza Shveddan bolasi novvosidan deganlariga Yo'lasi bitta bolasini olsa, yana bir narsa aytish kerak. Hozir bitta 4 ta sigir chiqadigan bo'lsa, orqa tomondan ko'rinishi, u bak to'rtburchak bo'lib ketibdi, ha? Mana yana bitta like bossin aka. Like arziydi xohlasa. Shu ola bilan shuni ballab olaman degan. Aka, sut yog' degani kelaveradi aka. Xudo xolasa mana har doimgidek zo'ridan zo'r chiqaveradi. Chiqaveradi, to'g'ri. Xudoga shukr, har hafta qo'shilib boryapti sekin-sekin aka. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Zohidullo Shobingudamiz sotiladigan sutdordan olaman deganlarga 15 talik, 20 talik, 25 talik suti bor sigirlar 4 ta. Shularning narx-navosini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Videoni ham oxirigacha kuzatib bo'llaydi, yo'qsa like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani boshlashni so'raymiz. Bugun hafta kuniga yakshanba sanamiz 25-may 2025-yil bu videoda ko'ryapsizlar. Manzil Farg'ona viloyati Quva tumani, Quva dializ sentrida. O'zi yaqinda telefonlashib kelasizlar, xohlasa sutdoridan olaman deganlar uchun, xohlasa haqiqiy sut yo'nalishida ishlaydigan sigirlar. Qirg'izistondan kelgani ham, Mesniga ham hammasidan bor. Oxirigacha kuzatib bo'lsanglar, hamma ma'lumotlarni so'rab ko'rsatib o'tamiz. Xohlasa bunaqa boki zo'ridan olaman deganlarga to'g'risi ancha-muncha molga nima bo'ladi 2 barobar katta yelindoridan 94 742 78 76 shu nomerlar yozib qo'yganmiz. Telefon qilsanglar ham, Telegram, WhatsAppdan yozsanglar ham javob beriladi. Sirojlan xonim akamiz, hormaysiz Sirojlan? Assalomu alaykum, Zohid aka. Alaykum assalom. Tanjan sog'mi? Xudoga shukr aka. Har doimgidek mana xalq xizmatidamizda, xudo xolasa. Bu safargilar xudo xolasa asosan sut yo'nalishida. Aka, sut yog' degani kelaveradi aka. Xudo xolasa mana har doimgidek zo'ridan zo'r chiqaveradi. Chiqaveradi, to'g'ri. Xudoga shukr, har hafta qo'shilib boryapti sekin-sekin aka. Zo'rlarida mana bir jup Shvedga Eston chatishgan molimiz bor, bir jup eski rossiyskiy mollardan bor. Rossiyskiy mollar, Sut yo'nalishida hammasi aka. Xudo xolasa 20 tadan tortib 25 tagacha sut beradigan mollarimiz bor. Asosan bugungi sigirlar misol uchun molni o'zini ham baqadi, egasini ham baqadi. Egasini ham boqadi, bitta ro'zg'orni ham xudo xolasa bemalol sut yog' bilan ta'minlab aka ham ro'zg'origa yordam ham bo'ladi. İşte eng qizig'i u baqqan holatda bu molni tana turadi. Tana balki oshib ham ketadi, to'g'risi. Oshib ketishaniroq-u, lekin eng muhimi turishi. 12-15 kundan keyin o'zimiz sotgan pulimizga qo'shib olyapti. Qo'shib olinyapti. Qo'shilyapti rostdan ham. Bor ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni boshida like bosib qo'ysanglar xursand bo'lamiz. Shunaqa sutdoridan olaman deganlar uchun, to'g'risi sutli sigirlar sifatligi ham a'lo, 100% sifati zo'ridan deganlarga sog'lomlik bo'yicha, yuvoshlik bo'yicha hamma yo'g'i zo'r. Bemalol telefon qilasiz. İşte zachkasi bilan. Har doimgidek mana ko'sh qaytarib turibdi. O'ziga mana dumini likillatib o'ynab turibdi. Novosh ekan-a? Bola ham zo'r. Bunaqa hali kasal yo boshqa bo'lsa
Bir turishda turmaydi. Bunlar Ha, turishda turishda turmaydi. turmaydi. Ko'rish qaytarib mana İşte. buni likillatib turibdi aka. Ancha-munchalik kasal bo'lsa ular turmaydi aka. Dadil turishi qiyinroq, to'g'ri. Jonivor fonini qarang buni aka. Toza berdi bolani ham aka. Bolasi ham toza, enasi ham toza. 100 talik aka mana. Urug'dan tushgan aka mana. Bola zo'ridan Kunlari bergan. ham turibdi 4 kunlik aka. Hali yangi bolasi. Yangi aka. 4 kunlik bo'lgan, bolasi yangisini olaman, enasi butunini olaman deganlarga Shvedni kuchligidan janovorni qarang, turishni qarang. sho'x bolalar. Haqiqiy ishqibozchilikka boqiladigan novvos aka. Lekin katta navos bo'lar ekan, to'g'risi hozir 4 kunlik. bo'ladi aka. 4 kunlik bo'lishi shunchalik. O'zimizda aka bo'g'ozligida olib kelib, tug'dirib, mana parvarishlarni qilib, xudo xolasa yana xalqimizga ko'rsatyapmiz aka. Egalariga kechiz beriladi, xudo xolasa. Sababchi bo'lib bir Shunaqa. baraka topsa aka, biz xursandmiz aka, xudo xolasa. Aloqa chiqyapsizlar. Boshligi, tanajoni sog'lomligi, hamma yo'g'i zo'r zo'q aka. Hali qayerga borsa, bemalol yetib boradi. Hali Urinmaydi, ha? charchag'i chiqib, hamma tarbiyalari bo'ldi, qarang aka. Asosan bo'g'oz kelgan kelgan mollar. Tomosha qilasiz aka. Mol boki zo'r lekin. 4 joyda orasini qarang. Orasini bir qarang. qarich oralig'i aka. Orasiga to'g'risi haqiqatda telefon shuniki ketadi. Mana aka, janovorni Janovorni qarang. qarang. Nima qilyapsan demaydi aka, ag'idanmi, bag'idanmi sog'diraveradi bemalol. Bemalol. Mana ko'sh qaytarib turibdi aka. Molni ko'rinishi gap yo'q. Shved ishqibozlariga qulog'i qirqilgan joyi bor ekan, endi Qirg'izistonniki yoki Mesniy bo'lishi mumkin. Mol sifati zo'r. Endi rossiyskiy. Mana rossiyskiy aka, haqiqiy toza holligi aka. Bolasini ham qarang, Bolasi- yaltirab. bolasi ham tushoq olgan, yaltirab turibdi. Chetda bo'lgan yo'q mana. Pokiza turibdi. Pokiza aka. Haqiqatda. Enasi ham mana hamma yo'g'i joyida. Bokida qarang, buni Boki bor desa bor deydigan boki bu. Soskalari bor-ku aka. Aha. Mo xavfi borda Hozir, hozir. ha? Mashinchadan bo'ladi. Bu bo'g'ozligida o'zimizda kelib turgan mol aka. Ancha dam Bo'g'ozligida etadi. videolari ham bor buni aka. Hali mashinchadan bo'ladi aka bu. Jonivor bu xavflari qaytgandan keyin to'ralasi 4 joyda aka. Tuqqaniga to'g'ri videosi bor-a? Qani yo'llash tushgani Hammasi hamma yo'g'ini videosi videosi bor. bor. Behijolat İşte. aka, xudo xolasa. Mol sifati zo'ridan deganlarga bu sigirimiz olib barovda. Asosan yelindor sut ko'pidan deganga endi olalar sut berish bo'yicha rostdan ham chempion hisoblanadi. Asosan sutga deganlarga mana ro'zg'orga ham yoki fermaga ham. Aka bo'lsa aka mana. Ma'qul keladi. Bok desa mana shimolga aytsa bo'ladi. O'n qarang bor, Janovorni maşallah. qarang aka. Qarang. Subhanalloh. Mol Janovorni bir havasga boqsa arziydiganidan aka, janavor aka. 10 tali paqillarni ichiga bemalol ketadi, ashiylarning ichiga ketadi to'g'risi. Yelin katta nihoyatda to'g'risi. 25 ta suti bor aka buni. Yelin. Nari 20 taga yaqin beryapti, bu birinchi degisi. Bunisi Ha, bunisi 18 ta beryapti. Qirg'izistondan kelgan sigir ishqibozlariga Ammo gapalar haqiqiy 4 son mol aka, mana janavor. tamg'asi turibdi. Haqiqatda polvonligi polvon, sifati zo'r, bo'ydorligi. Mana netni deganlarga akam qarang mana. Chotirga sig'may qoladi, bu bokini qarang. bo'sh turibdi-yu, Hammasi bo'shab turibdi. bir-biridan qolishmaydi aka. Bu yelin so'skalarni qarang, uzun aka, sog'ishga puli, janavor yuvoshligi hamma yo'g'i joyida aka. Bemalol. Bu ham ko'sh qaytarib. Zirachka sog'izlar buning haqiqatda. Sog'lomligidan naqa aka. Bolasi uniki ham yangi. Bolasi yangi, buniki 3 kunlik bo'ldi. 3 kunlik bo'ldimi? Ha. Buniki mana aka, rossiyskiy molimiz bu. Rossiyskiyni bundaqa bosh oqidan olaman deganlarga. Janovorda ko'rinishi gap yo'q. Bolasi ham o'zida bir xil aka. Bir xil ekan, rostdan ham bir xil. Janavor aka. Misol uchun, bog'da sotaman desa, qo'shni birinchi bo'lib qiziqadigan darajada enasini suti ko'p, bolasi o'ziga o'xshagan. Bu boshni qaranglar janovorda. Aka, hozir 3 ta yelinini sog'yapmiz, bittasini qo'yib beryapmiz. 20 ta, 22 ta sut beryapti aka. Bu jonivor ham mol to'g'ri sotaymiz Aka, u. kundan kunga 2 litr, 3 litr sut qo'shib boryapti. Bu boy ancha-muncha molda to'g'risi o'zidan 2 qarich katta bo'lsa, mabodo. Ana mollarda ham kerak bo'lsa, bunaqa boyki rostdan yo'q, bu boyni qaranglar. Mana janavor aka. Nolasa? Sarzidigan mollar, xudo xolasa aka, buyungisi ham kerak mollar. Boshlar demasaman, Sirojda ishlarini ishida birinchi ko'rib olamiz. Hozir ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz, keyin sog'ib uyushtirishni ko'rsatib, keyin sog'ib beramiz. Bemalol telefon qilib olasizlar, arzon qilib beriladi. Mollar to'lasi ham sut yo'nalishida ishlayman deganlar uchun zo'r sigirlar. Tishlarini ko'rsatib o'ziga. Zohid aka, hali telefon qilganda birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi sigir deb aytsa, adashib ketib qolyapmiz. Ko'p telefon bo'lib. Masalan, birinchisidan mana oqbosh molimiz, birinchisi. Shunaqa, bir deb hisoblayverasizlar shuni. Bir deb hisoblashaveradi aka. Zirachkasi hozir chaynab turibdi. Mana Shuni ketishlar 8 kg zo'r 8 kg zo'r ekan. Mana. Yaxshi, katta-katta. Yaxshi Bu ekan. mana Qirg'izistonda Eston moli aka. Estonga shit. Tamg'alarni ko'rsatib qo'ying. Bunaqa tamg'asi bor. Ikkinchi molimiz aka. Ikkinchisi bu. Mana aka, buniki ham Bo'ldi. 8 kg aka. Bo'ldi, ko'rindi shekilli. Ko'rindi.
Bolasi bunaqa chiroyli qizilidan bo'ladi. 3-chi molimiz qorovlar sut ko'pidan. Rossiyskiy ishqibozlarga Rossiyskiy. sut doridan olaman Mana deganlarga buni ham tishi zo'r aka. tishi zo'r ekan, katta-katta. Mana Ko'rindi men, katta-katta zo'r ekan. katta aka. Zo'r tishi, o'zi ham zo'r jonivordi. Sutga deganlarga xulosa yig'asa ma'qul keladigan sut doridan. Endi shvedni ko'rsatsak bu 4-sigirimiz. 4-sigirimizniki mana tish aka. Zo'r aka. Bolasi buqa mashina aka. O'zi tishlarni ko'rdik, dolasi hamma ma'lumotlarni endi ko'chada ko'rsatib o'tamiz. Telefon qila olasizlar. Bismillahirrohmanirrohim deb xudoxolasa o'zi o'rtacha-yu, lekin ro'zg'or bu sut ko'pidan deganlarga suti boki kattasidan jonivordi. Haqiqiy bok desa arziydigan boki bor ekan jonivordi. Bolasi ham o'ziga o'zidaqa bo'lsa-da, dolat bo'lar. Bolasi aka o'zidan kamsiga Bo'lmaydigan, ko'rinishi gap yo'q. Toza o'ziga o'xshab Shunaqa. gibridkanlar aka. Ko'piya, hamma yo'q ko'piya, e'tibor bersizlarmi? Rangi, Boki deysizmi, rangi ro'yi toza mol aka, qoni toza mol. chiroylig'ini olaman deganga suti zo'r. Bolasi ham bir g'ubori yo'q aka. Necha kunlik bo'ldi bolasi Sirojdan? Bolasi bir haftalik bo'ldi aka. Bir haftalik. Bolasi bir haftalik bo'lgan xonajin. 3-chi bolasi? 3-chi bolasi aka. 3-chi bolasi boki, lekin zo'r. To'g'risi, u boki qarasang, o'ta ham boki boridan, zo'ridan boki haqiqatda. Bo'yini aytsak, bo'yi 1.30 ga yaqin, 1.25 dan oshiqroq. 25 bilan 1.30. Shunaqa atrofida chiqadigan boki bor. Aka, xudo xolasa 1.50lik molni qochiradi, sut berish Xohlasa, bo'yicha aka. ko'p beradi. Avvalo hali boqib, yedirib ichirib tursa zo'r beradi. Xohlasa, baqu zo'r bo'ldi. Nechta sut beryapti hozir Sirojdan? Hozir 22 23 ta suti bor aka. Biz 20 taga beramiz aka. 22 litr, 23 litr hozir shu kunda sog'olyapti, 20 taga beraveradi. Lekin bu bokni ko'rib turib, to'g'risi yonida odamlar ko'rgan odam borki, bu 30 ta beraman deydigan bor, devoradigan darajada. Rostdan ham. Endi kundan kunga 1-2 litr qo'shyapti aka. Qo'shyapti. Bu dehqonning uyidan kelgan mol aka. Mol sifati zo'r. Bolasini ham e'tibor bersanglar, dadil turibdi. Qayerga borsa ham bemalol urinmasdan birov dadil bo'lib qo'ygan. Enasi ham zo'r ko'rinishi. Yurishtirishni ko'ramizmi endi? Yem aka kundan kunga Qo'shyaptimi? Bokini qarang aka. Boki lekin zo'r. Shunaqa boki lekin o'ta ham zo'r to'g'risi. Sutdoridan olaman deganlarga haqiqiy sut yo'nalishida ishlaydigan, hozirgi sog'ilayotgan suti aytilyapti. Muhimi shuni o'zi aslida 20 ta sut ham eng zo'r sut hisoblanadi. Bu mollarga ayniqsa ancha-muncha mashq ko'rinishdagi bo'yi bor mol berolmaydi bunaqa sut to'g'risi. Yurish turishi boki zo'r, ko'rinishi gap yo'q, dadil jonivor, qayerga borsa ham dolasi yo'qadigan, sutga ishlayman deganga ro'zg'orga ham xudo xolasa mol o'ziga ham foydasi ko'proq odam, ko'rinishi gap yo'q. Mashalloh. Dadil akana? Bok aka, mana tomosha qilib ham maza qiladi. Maza qiladigan. Janovorda aka, bor. Gari o'zi qop-qora yelini oppoq aka janovorda. To'ralasi 4 joyda aka, soqqon odam ham qiynalmaydi aka janovorda. To'g'risi bu hozir bu videodagi yelinni biz ishirib qo'yganimiz rasmda bo'lishi mumkin, lekin yelinda bo'lmaydi videoda. Bu hozirgi ko'rinayotgan yelin to'g'risi nima desa bo'ladi. Hozir telefonda qanday ko'rinayotgan bilmadik-ku, lekin mol o'ta ham yondan yelindor. Haqiqiy boy havas qilsas deydigan. Shunaqasidan 10 ta bo'lsa, xudo xolasa, nima desa bo'ladi, ancha-muncha daromaddan ko'proq daromad qilib qo'yishadigan sigirlar ekan, mana shu sigirlar to'g'risi. Mana chehrasi ochiq, hamma yo'g'i joyida-da, mol. Xudo xolasa ayb qiladigan nuqsoni yo'q aka. Nuqsoni yo'q. Yoqmaydigan joyi yo'q. Qanijoni sog'lom, yuvoshligi zo'r aka. Yemog'i, ichmog'i hamma yo'g'i zo'r. Bolasi ichib bo'lgan yo'q mana aka. Sog'lom o'ynaqlab turibdi. dadil bo'lib turibdi. Yelinlarini ham, tutalarini ham bolalarga e'tibor bersang, kengligi keng. Hamma yo'g'i zo'r. Uzun so'skalari ham aka. Sirojdan puli necha pul? Yaqinroq qilib ayting, shu misol uchun shu hozir 20 ta suti soqqanda hozir taxminan 100 ming so'mlik desak, shu tezroq sutini sotib pulini chiqarish borsin. Aka, xudo xolasa bir hafta 10 kundan keyin yana charchalar tushsa 25 ta sut sog'adi aka. Xudo xolasa bersin ilon. Xudo xolasa beradigan mol, ishlasa arziydigan mol aka mana. Pulini Janovorni qarang. boki zo'r, boki bor desa bor deydigan. Arziydigan-da janavor qarang, yuvoshligi ag'idanmi, bag'idanmi mana aka. Bemalol. Har doimgidek yuvoshligi zo'r mol aka. Ko'rinishi gap yo'q. Hamma yo'g'i zo'r. O'ziga yarashgan chiroyli mol aka. Yaqinroq qilib aytingchi, Sirojdan. Buni 33 million deymiz, kamini kelishtirib beramiz aka. 31 deyoramizmi? Pochinga. Ha? Aka, mayli 500 ming emas, 1 million tushib beramiz. 32. Kamini kelishiladi. Kamini kelishtirib beramiz. 32 million so'm kamini kelishiladi. Janavor bemalol puli o'zi bilan ketadi. Xudo xolasa, hozir misol uchun shu molda 100 ming so'm o'rtacha devralik, kam desak xato bo'lmas, o'rtacha daromadi bor desak, u degani 10 oyda pulini to'lab oladi ekan. Xudo xolasa.
Xudo xolasa. Bolasi ham yonga qoladi. Ha, yo'q, 10 oyda pulni to'lasa, tana shunday turadi. Shunday bola turadi, xudo xolasa. Bu даже endi agar bog'da baqsa, ko'kda baqsa, endi pul olib bersa, juda yab-yab bo'lishi mumkin. Yoki qayta ishlasa, yana shu ketishda ketaveradi. Oyda 3 ta ham bo'ladi. 3 ta ham bo'ladi, xolasa, 3 ta ham bo'ladi. Eng yaxshisi bolasini xudo xolasa o'ziga o'xshagan stor chiqadi. Ana shunaqa. Aka, hali qozonda borib Cho'michga chiqadi. Bilan men bir hafta bir narsaga ham yo'q. Chiqmaydi, yo'q. Men zo'ri ham, to'g'risi, shu savdogarlarda ham yelini bo'lsa bunaqa bo'ladi, yelini yo'q bo'lsa bunaqa qilisholmaydi. Bunisi aniq, endi tushunmaganlar uchun aytilyapti. Molni ko'rinishi gap yo'q. O'zi ko'rgan odam savdogar bo'lsa ham, dehqon bo'lsa ham bitta ko'rib yoqtiradigan boki bor ekan, rost akamiga. Xudo xolasa, telefon qilib olasizlar, yurishtirishlari zo'r, ko'rinishi zo'r. 32 million so'm. Qaygacha dastavkasi bor? Samarqandgacha. Samarqandgacha dastlabkasi ichida 32 million Yetib beriladi. Samarqandga bo'lsa shunaqa ketib boradi, kami yaqinroq bo'lsa kamini kelishadi. Ikkita bo'lsa Xorazmga, to'g'ri? Ha, ikkita bo'lsa Xorazmga yetkazib beramiz. Uchtagi O'zbekiston bo'ylab. Uchtagi O'zbekiston bo'ylab. Kami bor, bemalol telefon. Beraveramiz O'zbekiston bo'ylab. Kelishilgan holat. Kelishilgan holatda telefon qilib olasizlar, yurishtirishlari, ko'rinishlari sifati zo'ridan olaman deganlarga boki bor. Bola ham dada. Mollarni ko'rib miyasi ham dam oladi aka. Ancha. Havas qilgan odamlar uyida xudo xolasa yuzta bo'lsa. Xudo xolasa, mana shunaqasi haqiqatda mashinadan ko'rinishidan bo'lishi kerak haqiqatda. Mol zo'r. To'g'risi bu mol hadeb ham chiqib qolaveradigan emas. Eski o'zimiz olib birodalardan sutga deganlarga ma'qul keladigan boki ham, ko'rinishi ham gap yo'q, mashalloh. Subhanalloh. Mol kuchli o'ta. Ikkinchi sigirimiz Eston yoki Shved deganlarga ikkalasiga ham to'g'ri keladigan gibrididan. Shvedi Estonga ham tortadi. Shved Chachishgan. Janavorni qarang aka, bir 2 oycha turdi o'zimda aka bu. Bo'g'ozligida ekan, ha? Bo'g'ozligida kelib aka yeb ichishi, tanijoni sog'lomligi rasa o'ta qo'ra aka. Mollardan qolganini ham tozalaydi janavor. Qarang mana chehradan janavorda aka. Ko'rinishi gap yo'q. Ular qarang aka. Sog'lom mol. Hamma yo'g'i joyida aka. Kelishgan, sifati zo'r haqiqatdan. Aka. Bolasi xonajimi? Ha, bolasi xonachi aka mana. Necha kunlik bo'ldi siz buni? Bolasi 3 kunlik bo'ldi aka buni. Bolasi 3 kunlik bo'lgan. Sog'lom bola ham xudo xolasa enadan kam sigir bo'lmaydi. Shunaqa, enasidaqa katta mol bo'ladi. Eston deganlarga bolasi ham Eston. Ammo hamma rangi ro'yi hamma yo'g'i zo'r aka. to'ylari katta-katta. Janavorni mazza qilib sog'adi, sopqa odam ham qiynalmaydi aka keyin. Bo'yi 1.35 chiqadi ekan-a? Ha, bemalol chiqadi. 1.35 atrofida. Shunaqa 1.30 dan oshiq, 1.35 atrofida bo'yi bor. Boki bor desa bor deydigan buniki. 3-chi bolasi. Bizdan baland bo'yi aka. Sifati zo'r. 18 litr, 19 litr sut beryapti aka. Sog'lyapti. Sog'layotgan sut aka. 18-19 litr sut, hozir kunda sog'layotgan sut. Buni ham sut ko'pidan deganlarga ma'qul keladigan, lekin mol polvonligi ancha polvon, uzunligi ham o'ziga yarasha uzun, baquvvat mol ekan, to'g'risi. Qirg'izistondan kelgan. Yapaloq hozir. Tapaloq mol. Bo'g'ozligida ham ko'z tushgan bo'lsa aka, o'ta yapaloq. Yapaloq edi. Ko'rinishlari hamma yo'q, gap yo'q, korobkaligidan olaman deganlar uchun. Qo'ygan bilan yapaloqligi ham bor aka. Ha. Traymol oyoq qo'li uzun bo'lib, o'zinga kichikroq bo'lishi mumkin. Bu o'ziga yarasha yo'g'onligi ham bor. Xudo xolasa hamma yo'g'i joyida. Yurishtirishni ko'ramizmi endi? Ha, yurishtirishni ko'rsatib beramiz aka. Janovorda ko'rinish. Yurishi ham aka, xudo xolasa hali havasga arziydigan mol. Arziydigan mol. Go'zal. Hamma yo'g'i joyida aka. Boki bor desa buniki ham bor. To'g'risi, yelindor, sutdor, 3-chi bolasi. Bolasi xonajon. Xudo xolasa aka. Olgan odam baraka topsin deb beramiz aka. Xudo xolasa. Yurishtirishlari, ko'rinishlari gap yo'q. Dadil lekin. Bola yangi. Sirg'asini o'rnida turibdi, sirg'asi yo'q lekin. Qirg'izistonda urilgan sirg'asi ikki tomonda o'rnida turibdi. Fermadan chiqayotganda molni Olishib olganmi? Shunaqa bo'lgan shekilli haqiqatda. Molda yurishtirishlari ham, ko'rinishlari ham gap yo'q. Hamma yo'q kelgan, tekizligi o'ta tekiz mol. Hali paroda mol, biray mollar bunaqa ko'rinishi hamma molda ham bo'lavermaydi. Tekizligi, parodaligi bor, baribir. Turishlari gap yo'q. Xudo xolasa sifatligidan olaman deganlar uchun o'ta ham sifatlik. Bolasi o'ziga o'xshaganda olsa yaxshi sigir bo'ladi yonida. Mollar qarang, o'zini o'zi reklama qiladi-da, janavor aka. Turuvlan qarang, oq quloq, oq tumshug'idan mana aka. Shu qarang. Sirojda hamma yo'g'i joyida, o'ziga kelishgan. Kelgan-a? Chiroqli mol aka. Puli nechi pul endi yaqinroq qilib ayting, kelishdi. Aka buni 38 million deylik, kamini kelishtirib beraylik aka. 38 kam bor-a? 40 million, 42 millionga sotilganini ham ko'rdik aka. Xuddi shunaqa. Shunaqalardi. 37 kam bor desa bo'laveradi. Bo'laveram.
Mayli aka, Bo'ladi. 37 million kami bor. Lekin hozir buni sigirini olib sotaman desangiz aka, Aha. 42 million narx aytishga. Bo'g'ozida kelgan endi. Bo'g'ozida kelgani uchun 37 million, mayli yana kami ham. Kamini kelishlar. 37 million kam bor endi Bo'g'ozida kelib, dolasi mana 2 oy anchadan beri baqilib kelgan mol, parvarish hamma yo'q qilib bo'lgan, dolasi egalariga 5 kat setib beradi. Sutini sog'ib ichaman deganlar uchun tayyor mana. Dolasi bolasi yangi hali bundan bag'i sog'iladi, baqiladi shu. Vaqtigina qo'yib qo'yiladi. Yurish-turishlari, ko'rinishlari gap yo'q, aloqa chiqarishlar arzon qilib beriladi. Sifatligidan deganlarga o'ta ham sifatlik, yurish-turishlari, dadilligi, yo'stamasdan qayerga borsa ham arziydigan ko'rinishlari bor. Daholasi uchun sigirimiz Ola paroda ishqibozlarga olani o'ta ham polvonidan poki bor desa bor deydiganidan jonivor. Haqiqiy toza rossiyskisidan aka, haqiqiy sutdor, tog'dor mol. Turuni qarang, o'zi turuni bir jahon aka, uni. Ko'rinishi gap yo'q, ha? Yana olib qarang, o'zini o'zi reklama qilyapti. Mol kuchlik, to'g'risi. O'ta ham baquvvat mol. Boy odam ali mol bilan baqilaveradi aka, sut berish bo'yicha aka. Dolasi ancha-munchasi barodalar bilan bellashib qo'yadi. Janovar, bu qarang. Mol sifati zo'r. Arziyda, mana suskalari aka yana naqd qo'yaylik. Uzayadi mashinchadan bo'lib aka. Lekin hozir ham kichkina emas. Hozir ham kichkina emas. Qo'lga bemalol kiradi. Bemalol qo'lga. Hozir ham tushadi. Boki bor desa haqiqiy bu. Yeb ichishi ham rasaxo'ra aka. Hozirgi mol bilan aka kelgan joydan kelgan aka. Bittagi ham Eston bilan, ha? Dolasi ikkalasi bitta joydan kelgan. Bo'g'oz odamlardan olib kelganmiz aka, baraka toping deb bergan. Bo'g'ozligida olib kelib, baqib mana tug'dirib aka, xudo xolasa hamma mehnatlarni qilib qo'ydi aka. Dolasi bilmaydigan odam ham misol uchun qonun to'g'riza baqib tursa borki, dolasi eplasa bo'ladigan ko'rinishi bor. Nimaiki, bularda oyoq qo'li orib bo'lmaydi, shu tomoni zo'r hisoblanadi. Keyin sutni uzoq beradi. Bola ham o'ziga o'xshagan xonajin, dolasi ertadan keyin sigir chiqadi. Kuchligidan deganlar, kuragi 8 kuragida. Kuragi endi 8-chilar chiqaradi aka. Shunaqa 8 kurak bo'lib turibdi. 8 kurak hisob ko'ring aka. Bo'yi 1.35, 1.30 bilan 1.35 atrofida bo'yi basti bor, lekin yo'g'onligi misol uchun o'zini bo'yidagi mollardan ko'ra ancha yo'g'on to'g'risi. Tapalan mol, rostakamiga bolasi o'ziga o'xshagan to'la sigir bo'ladigan ko'rinishi bor. Boki lekin katta molda. Haqiqiy sutiga ishlayman deganlarga jonivorda suti zo'r, kelajagi bor. Yana bir narsani aytish kerak, bularni hozir misol uchun sutiga qarab baho aytiladi-yu, lekin ertadan keyin mabodo vesi ham yaxshigina yuki bor. Shu tomonni ham hisobga olganda yerga yaqin yapala haqiqiy rossiyskiy mol aka. u tomonlari sementalga ham haligi foydasi bellashib ko'radi. Mentalda ham damini beradi. Xudo xolasa siz berish bo'yicha. Bolasi necha kunlik bo'ldi deysiz? Bolasi buniki 5 kunlik bo'ldi. 5 kunlik. Bolasi ancha dadil bo'lib qolgan. Nechta sut beryapti hozir? Sirojda? Hozir 25 ta sut beryapti aka. 25 litr. 25 litr sut, 3-bolasi o'ziga o'xshagan dolasi haqiqiy sigir qisardigan. Misol uchun 1,5 yillik kutasizlarmi? Joyida-da kelishgan chiroqli mol aka. Joning sog' bo'lgin, qarang. Bola zo'r, ini ham zo'r. Janavor o'zini o'zi reklama qiladi aka. Molning ko'rinishlari, sifatlari, polvonligi, boki ayniqsa bor desa bor deydigan hamma yo'g'i bor to'g'risi. Birontali yo'qmaydigan joyi yo'q molning. Yo'q, mollar aka, o'zim bo'g'ozini bitta qilib yeqqan mollarim. To'ralasi ham aka, xudo xolasa. Bokdi qarang jonivor. Baraka topib sog'ib ichib rahmat aytishadi aka, u mollar. Boki lekin zo'r jonivor, haqiqiy. Sirojdan o'zimda tuqqan mollar aka. Sirojdan puli necha pul? Yaqinroq qilib ayting, kelishtirib. Buni. Uni pulini aka 41 million kami bor aka buni. 41 million. Endi ko'rindi mana. Buni qarang bor. Ana. Bor qarang. Endi tomosha qilsa arziydi bu molda aka, mana. Bor qarang jonivorda. 41 million kamini kelishlar-da. Kamini kelishtirib beramiz aka. Boki lekin Nima deyapti? Rasmga tushsa ham bo'laveradigan mol aka. boki zo'r ekan-a jonivorda. Haqiqiy boki bor desa bor deydigan. Yo'q molda aka, janovorni qarang. Mashallah. Ammo lakka arziydigan, rosta kamiga. To'g'risi bunchalik buni molni topib, olib kelib, bo'g'ozini qudurib, bunchalik mehnat qilib olib chiqib ko'rsatish ham oson emas. Aka o'tirib olib baho berish rasa oson. O'tirib endi u ham o'tirish ham oson emas, tomosha qilish ham. Lekin haqiqatan olib chiqish oson emas. Ko'rinishi gap yo'q. Qayerga borsam. Ha, lekin ko'paytiradigan odamga mana ko'paytirsa arziydigan, rosta kamiga. Eski o'zimizni. Mana shu ves bilan mana shu yerdan irg'idiki. Odam olib qo'g'ib aka baraka topayotgan mollar. Shunaqa, eski o'zimizni parodalardan, to'g'risi, eskidan mana shu hozircha yo'qolmagan, bundan keyin ham yo'qolmasin, mol go'zal. Qayerga borsa ham dolasi bemalol ana shu joyda o'rnini topadigan darajada kuchli boki bor ekan. Sirojdan pulini 41 emas, 40 deylik.
Yo'q, aka, o'zi kelishtirib aytdim. 41 million aka. Zo'rdan qaytdi. 40 deyver lekin. Yo'q, unda bitta to'g'ri kelgan. 500 tushamiz bunda. 40 million 500 mingning bu. Kamini kelishdi. Har bittasi aytilayotganiga Samarqandgacha shunaqalarga ketaveradi. Aka, Har bittasiga. 40 millionni ham qilib beraveraman. Samarqandga. Kelishdilar ekanda. Bitta o'zini dastlabki gapingizga beraman. Xudo xolasa har bittasiga aytilayotgan narxlarda kami ham bor ekan Samarqandga do. Sudasi bo'lyapti hozir aka. Hozir. Biz ham ko'rdik. Shunaqa. Sudasi bo'lyapti hozir. To'g'risi. Ashe mol olayotgan aka. Siz klientlar eng qizig'i klientlar. Bitta mol olgan odam yana suvda qilyapti. Xudo xolasa. Bitta mol oldi aka. Xudo xolasa olganlar nima desa bo'ladi? Sizga tushunib turib, foyda qilib baqaman deganlar olyaptiki, xudo xolasa qolganlar olsa ham bemalol xursand bo'lib sog'ib ichadigan. Xudo xolasa ashe Xorazmdan bo'ladimi, Samarqanddanmi, qayerda bo'lsa mol beryapmiz aka. Shunaqa. Mol bergan odamimiz bilan qanaqa chiqdi deb gaplashtirib ko'ramiz. Bemalol mabodo o'ylanganlar uchun ash tomondagi odamlarga sizlar qayerdan bo'lsalar bemalol telefon nomerini so'rasizlar beriladi. O'sha insonlardan so'rab olasizlar. Esalomon yetkazdirib Berilyapti. Bugun ertalab ham Xorazmga mol yetib bordi aka. Xudo xolasa oson yetib boribdimi? Ha, bemalol aka, yo'lda sog'dirib, sug'arib aka, yem o'tini berib, yetkazdirib olib borishyapti. Shunaqa. Tomonlama o'ylanishmasin. Buni issiqda qana yetib borarkan deb aka. Chiroyli o'zi moslangan mashinalarda yetib boradi. Klientga bordi, egizemolimiz olgan. Kechki salqinga chiqariladi. Erta bilan issiq tushmasdan yetib boryapti, iloji boricha. Shunaqa qilib harakat qilinyapti. İşte yükleniyor. Bemalol. Bu tomonlama to'g'risi o'ylanmasanglar bo'laveradi, bemalol telefon qilasizlar. Kerak bo'lsa aka, pulga topilmaydigan mol. Shunaqa axtarganda hadeb uchiraveradigan ko'rinishi, haligi kam uchiradigan ko'rinishi bor rostdan ham. Boshligini qarang buni aka. Shuncha go'dasiga. Mol go'zal. Lekin hozirgi ariqdan qilganiga haligi qo'yib qoldim. Buncha yuki bilan qilib rahmagan deb o'ylanaman to'g'risi. Dadil ekan molni o'zi ham. Bemalol telefon qilaverasizlar, urinmasdan qayerga bo'lsa ham boradigan. Borganda ham xudo egasini puli o'zida qoladigan darajada haligi. Sog'liq qilib yetkazdirib beramiz aka. Sifatlari zo'r ekan. Jonavor mashalloh. Xudo xolasa to'rtinchi sigirimiz. Shved chiqyaptilarga men toza shveddan, bolasi novvosidan deganlariga xudo xolasa bitta bolasi novvosi. Yana bir narsa aytish kerak. Hozir bitta 4 tasiga chiqadigan bo'lsak, uchalasini ham bolasi xonanjin, bittasiniki novvos. Eng qizig'i hammasiniki sut ko'p. Bu bolalarini baqanga bitta ferma zo'r sigirlar chiqadi. Novvosi bilan 3 ta xonanjini bilan. Novvosi ham sutli mol bolasi. Xonajinlari ham sutli mollarda bo'laladi. Bitta ferma qilaman deganlarga qirol va qirolichasi. işte bitta ferma qilaman deganga mana misol uchun novvosini ham tagi aniq, tagini turibdi. Xonajinlarni ham tagi aniq, haligi zo'r qarang. Aka, haqiqiy urug'da mana. Xudo xolasa ko'rinishi gap yo'q. Toza mana aka, rangini qarang. Lekin dadil bergan bolani. Havasga boqib 1 Shunaqa. millionga sotadigan novvos. Xudo xolasa kamida 50 million bo'lsin. Kamida u paytga to'g'ri narxlar ko'tarilib bilmayman degan. Yarashgan chiroyli aka. Ko'rinishi gap yo'q, bola ham zo'r. Necha kunlik dedingiz bolasini? Bolasi bu 4 kunlik bo'ldi. 4 kunlik. Bu ham jiji hali, kindiga rosmon hali nima bo'ladi? Qurib yorgan yo'q, ozmosi babinaqasi bor, qurib sekin tushib ketadigan sekin. Bola dadil bergan. Tishi buniki 8 yurakda. Ha, 8 yurak. 8 yurak. Bo'yi 1.35 atrofida chiqadi buni ham. 3-bolasida. 3-bolasi aka, bola buqa. Yondagi 3-bolasi tutalariga e'tibor bersalar, o'ranlari kengligi sutli molda asosan tutalari ham aytadi ekan, kengligida. Yaqinroq bilan kengroqni farqi jicha suti taxmin qilganda kengroqcha ko'proq deb taxmin qilsa bo'laveradi rostdan. Bu yelinlar nima deyapsiz oxir? Mol yelin zo'r lekin. Degan yelinmi aka? Xudo xolasa, havas qilsa haqiqatdan arziydigan ko'rinishi bor. Ularni mehnatini qilib, hamma yo'g'ini qilib qo'ydi aka. Xudo xolasa, olib borib, sog'ib ichib rahmat aytishadi aka. Boki zo'r. Nechta sut beryapsiz Rojda? Hozir 20 taga yaqin beryapti. 18 taga beraylik aka. 18 ta beryapti. Taqirga tushayotgan, hozir 25 ta desam ham ishanaveradi aka. 18 litr, 19 litr sog'ilyapti aka. Bolasi ham to'yib emiyapti aka. Shunaqa. Endi bunday narsa borda, bu vaqt ko'rgan odam yonidan ko'radimi, telefondan ko'radimi bilmadiku. Misol uchun 30 ta taxmin qilishi mumkin. Endi biz 30 tani taxmin qilib qo'yish bilan bunga javob berishda o'zi ham oson emas. Ertadan keyin osonda, oson uni. Ertadan norozi işte u odam bilan ertadan keyin gaplashish oson emas-da, to'g'risida. Shukr aka. To'g'ri. 3 ta mol chiqarsak aka misolda Shunaqa sotilyapti. Klientlar mol olyapti. Klientlar ko'rib turib, ishonib turib. Odam o'zi
kelyapti aka. Xudo xolasa. Xudo xolasa aka. Ya'ni keyingi yili misol uchun yangi olyaptinglar ham shu klient bo'lib qolsin, nimagaki rostdan ham hozirgi sog'layotgan sutda, lekin baquv ham o'rtacha emas, yaxshi baqiladi, shuni ham hisobga olib qo'yishlari kerak. Bu mollar rasa bo'g'ozida baqilib, mehnat qilingan. Zo'r baqib qo'yilgan rostdan. Yedirib ichirganiga yarasha sut beraveradi. Beraveradi. Iliga zo'r to'lgan mol, to'g'risi. Bo'g'ozida kelgan, sifati zo'r, tutalarini oralari kengligi, keyin e'tibor bersanglar bir xilligi tutayi o'ta ham kelib Rangi o'zi shvet, rangi oppoq yelini oqidan. Havaskada bola ham novot mana. Bola lekin zo'r. Qisali niyat degan odamlar bor-ku. Bola zo'r lekin jonivor, qarang, mashalloh. Bola kuchligidan deganlar, haqiqiy bolasi ham to'g'risi ertadan keyin kamida 50 million. Hozirgi narxga ertadan keyin narx ko'tarilib qolishini hisobiga balki endi anchalar oshib ketadi. Xohlasa ko'rinishlari, yurtirishlari, bolasi ham, enasi ham dadil, sifati zo'r, tozaligi haqiqatda toza, suti ham ko'p. Mana buni ham bokini ko'rib qo'yinglar, orqa tomondan ko'rinishi, bu bok to'rtcha bo'lib ketibdi-ya. Mana yana bitta like bossin aka. Like gazit xudo xolasa. Shu ola bilan shuni ballab olaman deganga, xudo xolasa, rasa ma'qul keladigan. Juplab olsalaring, nechta bo'lsa ham hammasi to'g'ri kelaveradi, qayga bo'lsa ham. Yurtirishlari. Kamdan kam bo'lsa kerak, ham qarang bakti uzoq. Mol haqiqatda sifatlari zo'r kelgan. E'tibor bersalaring, rangi toza, yelindor, semizligi, iligi to'lgan, ozg'in mol emas. Ozg'in molda ozgina shubha bo'ladi. Endi ozg'in mol kasal degani emas, lekin bu semizdan ko'ra ozg'inda ko'proq shubha bo'ladi. Semizda shubha kamroq bo'ladi. Shu tomoni zo'r. Dolasi yurtirishlari ham, ko'rinishlari ham gap yo'q. Dadil yurtirishni ko'raveraylik. Chunki misol uchun bolani zo'r ko'tardi ne'matulloh to'g'risi kattaligi uchun. Bola bir 45 kilo, 40 kilo. Atrofida endi biz taxmin qilyapmiz, unga misol uchun naqa deyishimiz xato noto'g'ri bo'lmasin, yoshligimiz deyishga taxmin qildik. Bolasi yurtirishlari, ko'rinishlari, sifati a'lo to'g'risi. Buni biz bo'ldi tugatdi, yapga ketaveramiz. Bu bonusi va pulni aytmaymiz. Ha? Bonus qilib beramizmi buni so'radi? Havastiga odamga beramiz. Xudo xolasa bonus qilib beringlar. Donasi suti bonus bo'lsin. Uzoq yil bolasini olib sog'ib ichib baraka topaman degan odamga beramiz. Mol go'zal, hamma yo'q zo'r. Necha pul bo'ladi? Sizlardan yaqinroq qilib oxirida bir tushunadigan qilib ayting, oxirida bo'ladigan qilib eshitib, nimasi bo'ladi haligi. Maza qilishsin. O'zi 40 million tevasida aytmoqchi edim. Yaqinroq qilib ayting. Yaqin. 9 million kami bor. 38 ying. Yo'q, unda jicha kami qiladi aka. 38 yil. 42 million desa ham ko'taradigan. 38 desa bo'lmaydimi? Yo'q, 39 million deng aka. Yarim bo'pti, 500 bundan ham tushaylik. Bo'laverami? 38 yarimi? Bo'ldi 38,5 million. Kamini kelishiladi. Bu ham ketdi shu Samarqandgacha. Samarqandgacha bitta o'zini ham Ketaveradi. Telefon qilasizlar, hammasini xudoolasa yurtirishlari, ko'rinishlari gap yo'q. Qayerga borsa ham arziydigan. Agarda mabodo shu hammasini olaman deganlar uchun menimcha eng zo'r haligi tanlov bo'lsa kerak. Hammasini rostdan ham sutlari ko'pligi bir-biridan qolishmaydi. Bolalarini ertadan keyin haligi men ko'paytiraman, menga ko'paytirish qiziqroq deganlar uchun rasa o'zlaridan zo'r ko'payadi. To'ralasini bitta joyga olaman degan odamga bitta sog'in apparati manna aka, bonus. Narxlari ham kami bor. Ha, 1 million 2 million emas. Ko'proq. Apparatdan kami 400 dollar aka. Sog'adigan apparatni. Shu narxlarning ichida kami ham bor, ham bonusi ham bor. Bonusi ham bor. Agarda u bir joyga olaman degan odamga. sog'in apparati menga kerak emas, pulini bo'ladi. Nech pul bo'lsa Ashuni o'tib beriladi. Xolasa sog'in apparat olsin, xolasa pulini. Ha. Ayga charim olsin, xolasa. Ashta. Bunaqasi yo'q. Ashta. Faqat u hali mollarimiz xudo xolasa mana hali ko'ngildagidek chiqib yaxshi eson-omon yetib borayotgani uchun aka. Xursand bo'lib-a? Hali ko'ngildan chiqarilgan narsa. Xudo xolasa. Xudo xolasa bir joyga olaman degan odamga beramiz. Shunaqa varianti ham bor. Olgan odamning o'ziga bo'ladi, xolos. Telefon qilasizlar, arzon qilib beriladi. Endi yurishtirishlarni ko'rib bo'ldi, savob beramiz. Navbat endi sigirlar idirishga, sog'ishga. Bir boshdan xudo xolasa hammasini to'ralash usullarni borini savob beramiz. Shuni tortib turing-da, bitta mashinani ko'rsatib qo'ying. Jonivordi aka. Katta lekin, haqiqiy. Ancha-muncha sementalda ham unaqa tuti, unaqa yelim bo'lmaydi. Kamdan kam, rostdan ham. Kamida bo'ladi. To'g'ri. Agarda o'zini o'rnidagi semental bo'lsa, unisi yo'qroq, lekin shunisi yo'qroq, bo'y basti. Mol kuchli, to'g'risi. Shuni o'zini bo'y bastiga hisoblanganda kuchli deyiladi. Menimcha shu kuchlikka arziydigan. Sog'ishni boshladi sigirlarni, qo'llarni ko'rib olsak, ikkala orqadagi supalar sog'iladi. Ikki orqasidagi, ikki oldidagi aka mana. Mana oldidagi, orqadagi supalar to'lasdan chiqishlari zo'r. Uzoqdan ko'rinishini ko'rsak, uzoqdan ko'rinishi ham zo'r. Sifatligidan deganlarga haqiqiy sifatlik.
sutdor deganlarga, yuvosh deganlarga hamma tomonlama ma'qul kelaveradigan. Xullas endi sigirlar sutlarni borib solib beramiz. Ikkinchi paqirga sog'ilganda, xullas oxirlab qolganda ko'rsatib o'tamiz. Bemalol telefon qilaverasizlar, hamma yo'g'i zo'r ekan. Arzon qilib beriladi. Xullas hozircha birinchi paqirini bo'shatib olsak, yana sog'amiz. Ikkita tutagidan aka. Ikkita tutagidan-a? Qarang aka, mana qaymoq aka, hammasi. Qo'yib ko'rgan-a? Ko'rinishiga gap yo'q, sutini dolat yuvoshligi ham yuvosh. Hozircha shu sut sog'ildi. Ikkinchi endi oldilariga o'tildi. Aloqa chiqarsa yuvoshligi gap yo'q. Ikkinchi paqirni ham to'ldirdik. Uchinchisiga ham sog'amiz shekilli. Sog'amiz aka, sut tugamayapti. Hali sut ko'p janovarda. Bu mana Hozircha ikkalasini berdi. bu raqamni ko'rsating, 16 litr. 16 litrli. Shunga ushlab beramiz. Hammasini ushlab. Hammasi shunga. Erinmasdan bu bochkani bo'shatib ko'rsatamiz, hamma yo'g'ini ko'rsatamiz xolos. 16 litrli bochkada hozircha birinchi paqir to'kildi. Bu ikkinchisi. Bular endi 6 tali yoki 7 tali paqirlar. 7 tali paqir, yo 6 ta yo 7 ta. 7 tali paqirlar sog'ilyapti. 16 tali bochka kimdir uyda bo'lsa, mana shu yerdan bo'ldi hozircha. Gap qilaylik-da. Ana. Ha, maytdan turibdi hozir. Xudo xolasa yana bitta berib qolsa to'ldirib oladi aka. To'ldirib oladi. Lekin olib, xudo xolasa aka, bitta galishten molni sutini beraveradi. 25 litr beradi aka. Shunaqa. degan odam bo'lsa. Yana bir tomoni borki, bularni yeyishi ularga jicha ko'p bo'lmaydi, ozroq bo'ladi, lekin hosili deyarli bir u degani buniki kuchliroq bo'lsa kerak hosil. Keyin ham narsa aytib qo'yishga doim aytamiz, hozir sog'ilgan sut, shundan chiqqan sut ko'rdinglar. Ikkala paqirdagi. Uchinchisini ham ko'rsatamiz. Xohlasa mana endi bo'ldik. 3-paqirini ko'ryapsizlar hozir. Yana sut bor zoqda aka. Qoldimi yana? Yangi bo'lmasa sut turibdi. Jonivor sut ko'p ekan. Bolalarga yana sut berdi aka. Jonivor to'g'risi suti 3-paqir. Shunaqa sut ko'p ekan. Suti lekin hozir sog'ilgan, o'zidan chiqqan sut ko'rsatyapti hozirgi paytda. Qarang, qo'yilgan jonivor aka. Shu to'lsa hisob ekanda. Ha. Shunaqa bochkani Aka mana to'ldirib qo'ydi. Jonivorni qarang. Qarang, endi ko'piga ozgina bor-u. 16 ta aka, u 10 ta emas. Endi 16 ta maytdan bo'ladimi? Maytdan bo'ladimi, unisini bilmadim, lekin 16 tani to'ldirdi. Aka, shu molga like bosmasa qaysi Shunaqa molga ammo. bosadi? Qarang mana aka, rosmoni. Gap yo'q lekin. Mana aka, bitta flagani berdi aka. Lekin mana uni bitta odamda ko'tarish ham oson emas. Mana bu sigir malades. Joni sog' bo'lgur aka. Sizga zo'r ekan, rost ekan. Haqiqiy galishten molni qochirmasa hisoblasa. Xudo xolasa, aloqa chiqdi. Legida o'tda bor sut ishlayman degan molda aka. Shunaqa ekan Bu marta. ham arzon keyin aka, xudo Ha, xolasa. shu sutni berayotgan sigirlar bunga o'xshab bitta kattaroq bo'lsa, endi puli o'ziga yarasha katta. Million bo'lyapti. Shunaqa bo'lyapti. Lekin bu mol mana ko'rib turibsizlar, ro'zor bo'lib ko'rinishi, lekin suti ferma bo'lib ekan jonivorda. Endi navbat Eston ishqibozlarga buni yedirib sog'ib beramiz. Nolisini sog'ishni boshladik ikkinchisi. Uylar qarang zoqda aka, bu to'g'oni qarang endi. Katta ekan. Qo'lga zo'r. Qo'lga zo'r tushadigan, mana katta qo'llar bo'ladi, mana shular ham sog'uradi aka mana. Oson. Oson sog'ani mana. Qo'llari lekin zo'r. Orqadagi keladi, sog'ilyapti, mana kelayapti. Endi oldida ikkalasi. Oldi deylar aka. To'g'risi endi oldida ikkalasini ko'ryapmiz. Ko'rlasdan tutishi, uzoqdan ko'rinishlari gap yo'q. Aloqa chiqasizlar, xohlasa arzon qilib beriladi, kelishiladi. Bochkani bo'shatib qo'yapmiz. Ana bochkaga hammasini sog'ib ko'rsatamiz. Hammasini shunga to'kamiz. Hammasini shunga to'kamiz. Anakinga qo'yib qo'ydik uji. Xohlasa ko'rinishlari, yuvoshligi, sifati, e'tibor bersanglar hamma yo'q zo'r ekan. Ko'rsatamiz. Endi o'zib turamiz ozgina. Xohlasa mana bu sigirimizni ham birinchi paqirini to'ldirdik. Ikkinchisiga sog'amiz. Ikkinchi paqirga. Ikkinchi paqiriga aka mana boshladik. Qo'ylik zo'r ekan uni. Yo'qligi o'ta zo'r qarang aka. Sariq ko'rinyapti ekanmi? Ko'rinyapti faqat sezildi. Aloqa chiqasizlar hozircha birinchi paqira bu. Ikkinchi sigirimiz ham to'liq sog' bo'ldi-ku. To'ldirdi aka bu ham paqir. Bu ham ikkinchi paqirda to'ldirdi. Endi sutga kiryapti-da, bolasi 3 kunlik dedik. Hali yangi bola, ha? Bolasi yangi aka. Bu ham dolasi ajomas. Ras ochilganda bu 3 paqir beraversin. 3 paqir beraveradi aka. U ham ochilgandan keyin aka. Mana buni ham bo'shatdik idishda. Shunga to'kamiz. Hammasini shunga bo'shatib erinmasdan to'kib beramiz, chunki u litrlari bor ekanda bunda. 16 tali idish. Sut qo'yiligi yaxshi. Zo'r. 10 tadan ko'pirganligi aniq-u, endi ozmozga adashimiz mumkin. 11 ta o'nakdan atrofida berdi shekilli, chunki ozmaydan turibdi, ko'payib pasaysa, ozgina pasayib maytdan qolishi ham mumkin. U 10 mayt ekan. Dolasi zo'r sut berdi. Aloqa chiqasizlar. Uniki lekin menga to'kib qo'yganmiz. 25 talik pulda mana shu turibdi.
Navbat 3-sigirga endi. Ko'pga aka, buni Storidan ham ko'p aka. To'g'ri, storidan deganlarga endi bu jonivorda shuni ham ko'ramiz. Sog'ishni boshladik. 3-sigir. Ona qarang aka, jonivor aka. Yaxshigina pullar. Yumshoq qarang tushun aka, o'ta yumshoq. Oson sog'lik haqiqatdan. Bu orqalari mana aka. Ishlar ozmoz bor ekan. Ishiqlari ko'p aka, hali ishiqlari qaytsa bundan ham cho'ziladi, bundan ham cho'ziladi. Cho'ziladi. To'rlasdan chiqishlari, ko'rinishlari zo'r, yuvoshligi ham ko'z tegmasin joyida. Aloqa chiqmaslar arzon qilib beradi. Bu 3-sigirimiz katta aloqaroda chiqyaptilarga bolasi xunajinda. Buni ham o'sha 2-chi, 3-chi paqalarga sog'iladigan bo'lsa ko'rsatib o'tamiz. Telefon qilasizlar. Xohlasa mana bu bochkani yana bo'shatib qo'yapmiz, bizga mo'y idish kerak. Endi 5 baqir sig'madi. 25 litr idish. Yana borda ozgina. Ozgina qoldimi? Ha, hozir u nari Qo'yib paqirni qo'yamiz. qo'yib turamiz. Bo'shatamiz rostmana uni. Bunga qo'yib qo'yamiz. Shuncha oshib qoldi. 3-sigirimiz ham birinchi paqirini bo'ldik, sog' bo'ldik. Hozircha bu ham. Birinchi paqir hozircha. Jonivor ustini qarang. Ana aka. Jonivor qo'yilgan ham yaxshi ekan. Ikkinchisi boshlandi. Bochkamiz tayyor, bo'sh turibdi. Xohlasa mana ikkinchi paqirini ko'rsatsak endi. Ikkinchi paqir. Ikkinchi paqir hozircha bu ham. Uchinchisiga ham sog'amiz. Paqir bo'ldimi zo'q? Ha, ikki paqir. Mana shu hozirgi ikkalasidan chiqdi. Masalan mana aka. Ha, litr mar. Bu yana shu 11 tani atrofida, 12 tani atrofida bo'lyapti shu ikkala paqirlar. 12 ta emas, 11 tadan oshiqroq chiqyapti shekilli menimcha. Chunki 3ta sig'ib ketdi, to'g'rimi? 3ta sig'ib ketdi. 16 talik idish bo'lsa 3ta sig'ib ketdi. Yana sog'. 3-chi paqirda ham ko'ramiz qancha beradi ekan. Xohlasa mana sog' bo'ldik. 3-sigirda ham 3-chi paqirini ko'ryapsizlar. Jonivorlarni suti yomon ko'pda zo'qda. Ko'pligi zo'r ekan, haqiqatdan. 3-chi paqirda ko'ryapsizlar. Pastdagi mana u 10 tadan sig'ib turibdi. Jonivor. Nima bo'ldi ana? Endi ko'pigi bor, 16 ta ber desa bo'laveradi. Endi 16 ta. 15 ta desak ham bo'ladi Shunaqa. aka. 15 ta yoki 16 ta atrofida sog'ildi. Hozir shu sigirdan chiqqan, hozirgi sog'ilgan sut ko'rdinglar. Navbat endi oxirdagi katta shvet ishqibozlarga. Shvet, mana shu jonivorni qani, u ko'zlarni qani aka. Bola ham zo'r lekin qatta. Hozir bu bolasi yangi, 4 kun 5 kun qo'yib bersa o'ta ham boshqacha ko'zga ko'rinadi. Kun beramiz aka. Ha, yangida. Bolasi yangi buni aka. İşte ko'zga kundan kunga seziladi hali o'zgargani to'g'risi bolasi. Og'ir sigirdi, sog'ishni boshladi. Shu vona qarang jonivor dedi. Qo'llar zo'r ekan. Qo'llarni olar kiyimiga. Shuncha tushadi bu. O'ta yumshoq, yelillarim qarang aka. Shuncha tushuram qarang. Umuman qiynalmaydi, kekshay olish oson Umuman sog'adi. qiynalmaydi aka. Mana to'lovi ham bir xilda ravon tushadi aka mana. Haqiqatda zo'r ekan. Aniq ko'rinyapti. Xohlasa ko'rinishi gap yo'q. To'rlasdan chiqishlari, yuvoshligi ko'rinishi zo'r. Bolasiga qo'yib beraman deganga ham bola zo'r novvas bo'ladi. Agar qo'yib beraman deganlar uchun ozgina bo'lsa ham qo'yib berish kerak. Yangi hali sutun sog'aman deganga suti ham zo'r. Mol o'zi ham ko'rinishi gap yo'q. Aloqa chiqmaslar arzon qilib 5 ga 7 beriladi. Oxirgi sigirimiz ham birinchi paqirini bo'ldik. Xohlasa ikkinchi paqirga ham sog'iladi. Sog'iladi aka. Ikkinchi paqirga ham sog'amiz. Sutini qo'yganligini ko'ringlar. Qarang, tushib kelmayapti. Qarang, 4 ga o'xshaydi janob. Mana. Haqiqatda qo'yoq ekan. Qo'yoq aka. Shirni deydi-ku aka. Shirik haqiqatda shirali ekan. Bu bizlarda ham qon to'yib chekli yurtmada qilib. Mana. Janob. Telefon qilasizlar arzon qilib berlar. Ikkinchi paqir boshlandi. Bu sigirimizni ham mana ikkinchi paqirni to'ldirdik. Endi keyingi uchinchisiga ham ozmoz bo'lsa ham ko'rsatamiz ekan. Sig'maydi ekan. Bolacha aka ko'rsatamiz. Mana 2 paqir buniki ham aka. Qarang. Jonivorda yog'liligini qarang aka. O'yligi zo'r ekan lekin. Bochkalar bo'shatyapmiz, naradagi sutlarni ko'rsatamiz oxirida aniq qilib. Mana ikkinchisi bu.
Qarang, qaymog'ini aka. Qo'yib ekan lekin. Qo'yoq aka. O'ta ham chiroyli. qo'yoq. Uchinchi paqirni ham ko'ramiz. Qancha bersa ham borini soldiramiz. Bu shovani yaqinroq olib keling-da, bu paqirga boshqa nima qilaylik-da, kim qarab turing. Bu shovani. Haqiqatda bo'ladi. Ko'p bersangiz oxirida sog'ayotgan suti ham qancha sigirni boshidagidan ko'ra kuchliroq chiqyapti. To'g'risi. Mana endi sog' bo'ldik. Bu 3-paqirni ko'ryapsizlar. 3-paqir chizig'idan bo'ldi. Endi 4 tani atrofida. Sog'oldi. Shovasi zo'r zo'rda, kim qarab. Napoli zo'r. Shunaqa ekan qatda. Napoli Qatda haqiqatda. ham bir xil chiqadi aka bularga. Bemalol sog'iladigan, osongina. Bu endi ozgina yangi bolasi 3 kun 4 kunlik bo'lgan. Ko'pigi bilan bu ham ozgina qoldi, to'lishgan, lekin endi zo'r sut beradi. Bundan ham oshiradi aka. Aslida. Sutga kirsa bir haftada yana sutga kiradi aka. Bulardan ko'proq beradi, dolasa. Bolasi novoz, bola kuchlik. Aloqa chiqsa xudo'xolasa hammasini ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Mana hozir sog'ilgan sut bu bo'shida turibdi. Keyin maytda 25 litrlikda taxminan maytda turibdi. Keyingisi 10 da to'la turibdi. Hozir sog'ilgan shu to'rala sigirdan chiqqan sutlari 25 talikda ko'klar, nari 16 talikda. Shunaqasini olaman degan aka-ukalarga videoni padilisa qilib qo'ysalar aka-ukalar yordam bo'ladi. Keyinroq ko'rib turlarga ham xohlasa bo'ladi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Arzon qilib 5 ga 8 biladi. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. O'zbekiston bo'ylab telefon qilaversa 7 biladi 5 ga yetib borsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sirojdan sizga ham rahmat. Xohlasa layklar bosishaveradi aka. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini kelishilgan holatda qilib beramiz aka. Bitta olsa ham aka. Iloji bor, ha? Xohlasa esalomon yetkazdirib berish bizni bo'ynimizga aka. Xohlasa telefon qilishaveradi. O'zbekistondan bo'lsa bo'ldi aka. Yetkazdirib beramiz. Xohlasa kelishib aka. Rahmat, Sirojdan sog' bo'ling. Rahmat aka. 5 ga 7 bering. Olganga, sotganga Alloh baraka bersin. Rahmat bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.